Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, charchamaysizlarmi? Bardam boqotmisizlar. Bizda Navoiydagi turistik kafedagi Kappadokiya mavzusidagi asarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib baho berishinglar mumkin. Bu yer tarixi 3000 yilga borib taqaladigan Kappadokiya shahri, ya'ni o'sha tarixda Iso alayhissalomdan keyin bo'lgan voqealar, xristian diniga o'sha paytda islom dini bilingan, xristian dini buddist podsholar ular ta'qib qilgan paytda ular qochib shu joylarga kelib, shu joylarda yerosti shaharlari qurgan. Shu narsani shunday eshitdim. Bu 3000 yillik tarix, 3000 yildan bu tarixga bu yerda odamlar yashagan, butun boshli, bu joyda butun boshli shahar bor yer tagida. Ya'ni 80 metr pastlikgacha butun boshli shahar, ya'ni o'sha 8 etaj, 8 qavat yerga qarab tushgan shunaqa joy. Qochish uchun har xil joylardan tunnellar qazilgan, hatto 36 kilometrgacha cho'zilgan ekan bu tunnellar. Bu Kappadokiya shu Turkiyani eng tarixiy shaharlaridan biri. Hozir eng turistlar ko'p boradigan va qiziqib o'rganiladigan shaharlardan biri ekan. Biz bu ishda turistik kafeda kafe egalari bilan maslahatlashib, chiroyli dizayn, chiroyli rasmini topib, shu joyda tushiradigan bo'ldik. Bu yerda do'stlar, odamlar qishlab, yashab, hayot o'tkazdirishgan. Kappadokiya. Shunday. Bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh bundan ham yaxshi ishlarimiz pastda bizni kutmoqda. Pastda juda bir go'zal kompozitsiya qilganmiz. Uni ham ertaga inshaalloh tugatib, sizlarga video obzor qilib beraman. Like bosinglar, obuna bo'linglar, komment yozinglar do'stlar. Xayr.